ketguncha choylashib ketasiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, polvonlar, shu To'laqo'l xalqi. Xudo xohlasa bu tog'larning orasida juda pahlavon yigitlar ko'p tug'ilgan. Ularning nevaralaridan birinchi Jamolxon ham O'rta Osiyoni borib 5 ta respublikaga chopgan yigit, hamma joyda qoyil qilib kelgan inson. Bu nevarasi Jasurboy niyat qilib, Aliqoy Ishonboy niyat qilib mana nevaralariga to'y berayotgan ekan. Shu nevaramiz katta yigitlar bo'lsin. Jasur polvon to'g'risida gapirsam, juda bir so'zidan qaytmayotgan bir orli yigit. Bir kibri yo'q. Hamma yerda tug'ilayotgan yigitlar shu yigitlardek Jamolxon Ishonboyday yigit bo'lsin. Hamisha shu tog'lar orasiga Xudo xohlasa To'laqo'l eliga hamisha to'ylarga yaxshi kunlar kelaylik. Shu kelgan polvonlarni ham, shu otvozlarni ham hammasini shunaqa yaxshi kunlarga boraylik. To'ylar bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin, O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Mana Jasurni kimligini bilamiz, siz bugun ob-havosidan bilavering. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, nevara ham zo'r yigit bo'lsin. Hech kam bo'lsa, Ishonboyga o'xshagan Jamolxondek zo'r polvon bo'lsin. Amin inshaalloh.